Hozirgi hamda shu kaladan ziyon tortayotgan ahvol ostida qanday qilsak shu o'tkalda o'talaymiz, qanday qilsak shu tuvan ching'bim bilan yuqur unum yarata olamiz degan maqsadda shuni yo'rtqin keldik hamda. Shu hamda hozir yana 20 minutdan sho'chuga berib ashada savol-javob faoliyatlarini qilamiz. O'zinglarningki yo'liqqan masalalar qolib qolsa yoki do'yinda so'zlayotgan nurg'un bilimlar bor. Shuning ichidan bunda kallada to'qinish bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, a to'g'rimidi, ma to'g'rimidi, manda qilsak bo'lamdiganda, manda qilsak bo'lamdigan deydiganda, ikkilinishlar bo'lib qolgan bo'lsa, uni tizib tayaq qo'ysanglar, degan ikki xil bo'lib qolgan narsaga hal qilamiz. Ahmad Ro'za apandimni bilsizlar. 68-yili Chorva maktabini bitirgandan yoqqa shu vaqtdan tortib hozirgacha mush kasbni qilganlik. Izchil bir umr mush kasbni qilganlik. Anvar Bo'shicho desak, Bo'shi degan professor degan gap. Doktor Ashte taxab, Bo'shil professorning tarbiyalaydigan professor. O'zi shu xalqaroning hamma yeriga berib mush chorvachilik jihatda bizningki Jongo bilan Chatalning qanday farqi bor? Bizningki Shinjang bilan Chatalning qanday farqi bor? Biz qanday qilsak, mushu ozuqlikdan yuqur unum olaymiz degan mushu maqsadlar mana nongdani tuttirib 40 yilni yaxshi nongdaning ichida uyima. Mushu hozirgi noyinaylardagi, yizlardagi chorvachilikni boshqarayotgan ko'proq boshliqlar Anvar Bo'shining o'quvchilari. Hem do'yinda so'zlayotgan ko'proq odamlar Anvar Bo'shiningki o'quvchilari. Hisobda biz hamda shogird bo'ldik, davomli o'rganyapmiz. Endi bizga kelsak, bizningki sarxil chorvachilikka 93-yili, yana bizning cho'nglar G'o'ljiningki shu Hanzu hozir Cho'nko'rik degan yabati bilsizlarmi? Shu Cho'nko'rikda 93-yili yam-qashak tijoratni boshlagan. 2010-yillarga kelgan chaqda biz endi shirkat moda olgan chaqda shirkatlashdik, andan keyin markalashdik, markalik ham bo'lib. Hozir hamda sistemlashyapmiz. Rasmiy qo'l telefonda sistemni tushirib baqirgan davr keldik. Bu turnuma Şinjan'a biz akrobatımız çağandan keyin bir yangi tur e'lon qilindi. O'zimizning telefonida mush qo'noqni, samanni, ashnalarni qanday qilsak, yaxshi unum yarata olamiz. 500 kiloluk kalazadi bir kunda qanchalik narsa ozuqlik ega bo'lish kerak degan maqsad mushni Beyjanlarda, ishkir o'lkalarda til umumlashib qopdi. Xotallarda Şinjan'a biz Uyg'urcha tarjima qilib, shuni akrobatimiz. Patarda semental kala baqirgandan chiqadi. Anandan keyin Şinjan qo'ng'irning turi yana ayrim chiqadi. Do'lan qo'yning ayrim chiqadi. Oltay qo'yning har bir qo'yninki beqishnimisi telefonda shu kirgizish orqali shu narsalarni qilyapmiz. Endi buningdan yana kelgusi qanday yangi taraqqiyot topilib qolsa, avval mushni aklashga biz tayyorlik holati turyapmiz.